Bilarmidingiz? Dunyodagi eng katta savdo markazlaridan birining ichida 10 million litr suv sig'imidagi ulkan akvarium bor. Uning oynasining qalinligi esa 75 sm. Ichida 140 ta akula, skatlar, tashbaqalar va 33 mingta baliqlar yashaydi. Odatda akvariumda suv muntazam almashtiriladi, ammo bu yerda 10 million litr suvni har hafta almashtirishning iloji yo'q. Shuning uchun suv uzluksiz tozalanib turadi. Buning uchun 28 ta qum filtri ishlaydi. Har birining balandligi taxminan 4 metr. Har bir filtrdan soatiga taxminan 300 kub metr suv o'tadi. Bu jarayon 24 soat, haftasiga 7 kun ishlaydi va bu tizim yillar davomida to'xtamasdan ishlab kelmoqda. Eng hayratlanarlisi, buning barchasi cho'l o'rtasidagi savdo markazida amalga oshiriladi. Atrofida hatto bitta daryo ham yo'q. Endi savol, sizningcha bunday ulkan akvariumni cho'lni o'rtasiga qurish aqlli g'oyami? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun like bosib, obuna bo'lishni unutmang.